Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, assalomu alaykum bizni kuzatuvchi azizlarimiz. Mana bugun biz Urgut tumani, albatta Beshkappa mahallasida yana bir bora mehmondamiz. Bugun padar buzurgvor otajonimizni Saydulla amakning qutlug' 55 yoshli yubileylari, shukrona kunlari bilan farzandlari nomidan tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Albatta bugungi xursandchilikni, bugungi unutilmas oqshomni siz bilan baham ko'ramiz. Biz bilan qoling, ketdik. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum Beshkappa ahli. Assalomu alaykum qimmatli vaqtlarni ayamasdan kelgan aziz otaxon va onajonlar, aka-ukalar, go'zallikda butun dunyo ayollaridan ortda qoladigan aziz opa-singillar. Mana bugun biz Rossiyadan eshitib tashrif buyurdik. Bizga aytishdiki, xonadonimiz qiblagohi, biz farzandlar soyaboni, biz farzandlar duogo'yi, aziz otajonimiz, padar buzurgvorimizning bugun tug'ilgan kunlari, shukrona kunlarini nishonlayaptilar. Albatta borib meni nomimdan tabriklab keling deb iltimos qilishdi. Biz agar bitta qansak chalsak, Saydulla amakni Kibriya aya bilan birgalikda taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Saydulla amak. Bugungi tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan, albatta farzandlaringiz, kelinlaringiz, qolaversa bugungi jami mehmonlar nomidan sizni tabriklaymiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mana bugun 55 yoshga to'libsiz. Xudo xohlasa 120 yoshga kirganingizga kelib shu Urgutimizning chiroyli restoranlarining biridan sizni tabriklash nasib aylasin. Biz sizni tabriklash Adham aka nomidan, qolaversa Jonibek aka, farzandlaringiz nomidan tashrif buyurdik. Adham aka aytdilarki, otam biz uchun yoshligimizdan bizning qahramonimiz. Bizni halol ichirib, halol yedirib, qanchaki zahmat bo'lsa, qanchalar halol mehnat bo'lsa, halol mehnat bilan bizni katta qilishdi. Rahmat otamga, onajonimga rahmat. Ularni juda ham sog'indim. Hozir biz musofirchilikda yuribmiz. Otajonimni, onajonimni, qolaversa chiroyli suvli qishlog'imni sog'indim. Yarim soat bo'lsa ham borib otajonimni shukrona kunlari bilan tabriklab kelardim. Afsuski iloji yo'q. Albatta xohlardimki uzoqdan uzoq umr, sihat salomat bo'lib, boshimizda soyabon bo'lib yurishlarini tilab qolardim. Hozir Adham aka, qolaversa Jonibek aka nomidan chiroyli bitta she'rimiz bor. Xohlardik sizga atab, maylimi? Qishlarni sindirgan ko'klam yoz bo'lay. Dillarni xush etgan dilbar soz bo'lay. Men uchun dunyoda eng ulug' inson otamning poyiga poyandoz bo'lay. Dardlarga dil tutgan sabr bahodir, mehrini tushagan qalbi javohir, o'g'lidan jimgina olgan xavotir, otamning poyiga poyandoz bo'lay. Dunyodan yuz burib yig'lagan chog'im, o'ksima qo'y deya aritgan dog'im, ishongan chorbog'im, suyangan tog'im, otamning poyiga poyandoz bo'lay. Bolam deb tinmagan, yurgan, yelgan, dardim aytmasam-da qalbidan sezgan, so'zidan jannatning islari kelgan, otamning poyiga poyandoz bo'lay. Aziz otajonimiz, tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Farzandlar ardog'ida ayajonimiz bilan uzoqdan uzoq umr ko'rib yashash sizga nasib etsin. Xudo xohlasa qarilik vaqtini ko'rib yaqinda sizni hoji ota, ayajonimizni hoji aya deb chaqirish nasib aylasin. Hozir Adham aka nomidan chiroyli maktub kelgan. Aytdilarki, ana shu dil izhorlarimni dadajonimga aytingman, o'zim uyalaman aytishga. Tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib
aytishi kerak bo'lgan so'zni aytolmagan esi yo'q o'g'lingizni kechiring. Dada, keling, sizni bir bag'rimga bo'lsak, sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Borligingiz bizlarga tortiq, kimim bordir qadaridan ortiq, hul so'ramadim o'zimdan ortiq. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam, to'xtatolmas ko'z yoshim odam. Jon dadama, mehribon dadam, sizni juda yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman dunyoda eng tabarruk inson. Dada, sizni yaxshi ko'raman deb Ahdam aka, Jonibek aka siz uchun yaxshi niyatlarini, qolaversa ezgu umidlarini aytib yuborishdi. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ayajonimiz, sizni ham bugungi dadajonimizni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Kelajakda farzandlar, nabiralar baxtu kamolini ko'rib, kelinlar xizmatingizda bo'lib, nabira kelinlar tushirib, shunaqa chiroyli kunlaringizga kelib tabriklash nasib aylasin. Sizlarni yana bir bora chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hozir biz ko'rib turibmizki, chiroyli sovg'alar tayyorlashgan, albatta chiroyli guldastalar tayyorlashgan va qolaversa o'zimiz bilan har bir yaxshi kunda, har bir ezgi kunda chiroyli tortlarsiz, shirin tortlarsiz tatmaydi bugun. Qolaversa dadajonimiz, ayajonimiz uchun Samarqanddan shirinliklar qasridan, Avesto shirinliklar qasridan chiroyli tortlarni olib kelganmiz. Agar bemalol bo'lsak, bitta pichoq bilan yelkalarni tayyorlab oldilariga urib kelasiz. Birgalikda shamlarni o'chirgan holda niyat qilib tortlarni kesamiz va birgalikda tanovul etamiz. Marhamat. Qorg'onlaridan biri ekan. Albatta bugun yaxshi kunda aziz padar buzurg'orimizni, aziz otajonimizni tabriklab qo'ysak yarashadi. Marhamat. Marhamat. Xo'p, amajonni keling. Aziz amajonni taklif etamiz. Amma keldi, hamma keldi dedi. Aziz amajonimiz bugun tabriklaydilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli akam. Mana shunday tug'ilgan kunlaringizni bundan kattaroq qilib, yuzlarga kirib, hoji bobo, hoji momo bo'lib, yaxshi ota-onamiz yetkazilmagan ishlarni oxiriga sizlarga yetkazib, mana otamiz hojilarga borib kelgan, ularning o'rnida sizlar boshliqchilardek hoji bobo, hoji momo bo'lib qarashlar. Yengim bilan qo'sha qarib, barlaringiz bizlarni baxtimizga omon bo'lib, sog' salomat bo'lib yurishlaringizni so'rab qolaman Allohdan. Rahmat sizga. Albatta tashakkur deymiz. Qani kelinlar shu yerdami? Kelin po'shoqlar shu yerdami? Qani kelinglar qani? Bitta dadajonimizni, ayajonimizni chiroyli kunlarida, shukrona kunlarida tabriklab qolamiz. Marhamat. Kelinlar, marhamat. Kubiya, kelinlar shu yerdami? Marhamat. Albatta tabriklashlaringiz mumkin. Quchoqlab. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana shu akamiz bo'lmaganda 100 yillikka kirsin. Hoji bobo, hoji momolar bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatiga yetsin. O'tiringlar, bajoqqa qatar bu. Rahmat. Rahmat sizga. Jonibek aka keling. Bugun yaxshi kun. Ana shunday o'g'lonlarni tarbiya qilib, xalqimizni chovag'on, albatta polvonlaridan biri, vatanimizga xizmat qiluvchi o'g'lonlaridan biri. Marhamat, keling o'zingiz nomidan. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Bitta tabriklaysiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz opa-singillarim, kelinlarim, qolaversa nevaralarim. Hammalaringiz shayga yig'ishlaringizdan maqsad mana ukajonim Saydulla ukamni tug'ilgan kunlari ekan. Bugun o'zim nomimdan, oilamiz nomidan
sog'lik, salomatlik tilayman. Doim hammamizga shu xo'jayinning qatorida bosh-bosh bo'lib to'ylarimizga, ma'rakalarimizga bosh-bosh yurishlarini so'rayman. Yuzlarga ketsin, nevaralarini, bolalarini, qizlarini, hammasini yaxshi kunlarini ko'rib, yerda oldiga tushib yurishlarini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat. Rahmat sizga. Marhamat. Jonibek aka, keling qani. Marhamat. Bugun dadajonimizni, ayajonimizni shukrona kunlari bilan birgalikda tabriklaymiz. Marhamat. Sizniki endi navbat sizni chizlangizga to'g'ri. Baxtimizga hoji bobo sog' salomat bosh qosh bo'lib yursin. Minglarga kirsin. Rahmat. Rahmat sizga. Albatta yana tabriklovchilar bo'lsa agar bemalol sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Bugun yaxshi kun, ezgu kun, albatta ezgu kunda yaxshi niyatlar bor. Marhamat. Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Minglarga ko'pchilik baxtimizga sog'lik. Inajon sizdan dadam bilan qo'shaqardi. Dada, tug'ilgan kuningiz bilan hamisha baxtimizga sog'-salomat bo'lib, nevaralaringiz ham sizday ma'lum nasib bo'lsa o'qituvchilar bo'lib, maktablarda hech bo'lmaganda yaxta doim mana shunday hamisha aktiv bo'lib yurish hammamizga nasib uruza aylasin. Dada, yana bir bor sizlar mana shunday qo'sha qarib yurish bizlarga ham nasib qilsin. Mana bizlarni baxtimizni ko'rib yurish sizlarga ham nasib qilsin. Rahmat hammalarga. Balamda saqlasin Alloh, minglariga kirsin, qo'sha qarisin, mana shu o'quvlarni, nevara cho'ralarni salomatini ko'rsin, baxti kamolini ko'rsin, hoji ona, hoji bolalar ko'rsin. Hamisha qatarimizdan kam bo'lmay yaxshi o'tirak. Qo'shilsa qo'shilayotganlik, yurtimiz tinch bo'lsin, podshomiz balamda saqlab, hamisha yurtimiz tinch bo'lsin deb, salomat o'ynab tursin. Rahmat. Hozir dadajonimiz, ayajonimiz Jonibek aka aytishdiki, mana nomimdan ham bitta chiroyli she'ringiz bor, o'shani aytib bering. Yonimga kelishgan edi tunov kun. Yonimga kelishgan edi tunov kun. Qarasam, ikkisi ancha horibdi. Mahzun ko'zlaridan sezib qoldim men. Otam ham, onam ham birdek qaribdi. Dardlarim ko'p edi serob, to'kinli. Dardlarki yurakka qadar boribdi, o'rtadan bo'lishib olgan shekilli. Otam ham, onam ham birdek qaribdi. Albatta, hech qachon dardu g'amni ko'rmang. Hozir birgalikda ikkalovingiz ana shu chiroyli tortlarni kesib, undan tanovul qilib, keyin raqsga tushib bugungi marhamat. Bugungi bazmamizni davom ettiramiz. Marhamat. Bolalar jilab kelib otalar Assalomu alaykum. Turingizlar. Hoji ona, hoji bobo bo'lib mana shu xursandchiliklarimiz hamisha uzilmasin. Rahmat siz berganingiz uchun. Sizlar baxtimizga hamisha sog' Nomlar bormi? Minglarga kirib kattash. Assalomu alaykum, Ilatovlar oilasi, xonadoni. Mana shu yilga yig'ilishimizning sababchisi bu Domilla boboning bugun tug'ilgan kunlari ekan. Bizlar ham tasodifan kelib qolishdik. Shu bilan birga biz endi tabriklab qo'ysak Domilla bobomizni. Minglarga kiring, hoji bolalar bu. Kampiringizdan qo'sha qaring. Baxtli bo'lingizlar. Bizlar ham kamida sizlarda yaxshi qo'sha qaring. Rahmat. Rahmat sizga. Albatta tortlarni olib keling. Afzal shoh. Marhamat. Birgalikda ikkalovimiz shamlarni o'chirgan holda. Happy birthday to you.
birgalikda kesamiz, undan tanovul qilib, keyin raqsga tushamiz. Happy birthday to you. Shamlarni o'chiramiz birgalikda. Muborak bo'lsin. Pichoqni bering, aziz opa. Pichoqni bering. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bitta qarsak chalamizmi qarsak? Muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hozir onajonimiz Happy birthday. biz bilan birgalikda shu uzoq yo'lni marhamat. Amma qani kichkinasi? Akang shirin bo'lsin. Bachchaningni o'qitdan qo'ydi. Muborak bo'lsin. Hozir dadajonimiz Saydullo aka bizni ana shuncha yo'ldan olib kelgan. Qolib aytsa, o'g'lingiz niyatlarini ijobat etishga hissasini qo'shgan. Yaxshi jiyaningiz borlar, Aziza opa, bugun biz bilan birgalikda kelganlar, sizni tabriklash maqsadida. Aziza opa, keling jiyanlari nomidan bitta chiroyli qilib tabriklang, keyin birgalikda raqsga tushib, o'ynab kulib bugungi bazmimizni davom ettiramiz. Marhamat. Kutilgan kutilmagan mehmonlar. Tashakamga tug'ilgan kunlar uchun Alisherga dinlashdim. Yuzlarga kelsin. Umri rizo bo'lsin, rizqi talab bo'lsin. Bizlar boshimizda har doim sog' salomat, sevgi bu suyagimizga suyak, quvvatimizga quvvat, bo'lib turishini Xudodan tilayman. Yo'rasi Akmaljon ham bitta tabriklab qo'ysin. Yerim молодец. Akmal o'g'il. Rahmat, Aziza opa, tashakkur deymiz. Endi aziz onajonlarimiz, aziz ayollarimiz, Onisa mehribonlarimiz birgalikda o'ynaymiz, ha? Shu yerdami, tashqaridami? Shu yerdan? Bo'lmasa tashqariga chiqib, birgalikda albatta otajonimiz bilan o'ynab kulib, raqsga tushib, bugungi basmimizni chiroyli qilib o'tkazamiz. Xo'p, mayli, nevaralari she'rni aytib bersin, qani? Kim edi o she'r? Akmaljon, kekani? Akmaljon, marhamat. Bobojonni tabriklab, chiroyli qilib, she'rlarni aytib, marhamat. Tuzib oyoqlarida boshimni qo'yay. Davomini aytib jarma, kim yo'qmi? Tiz cho'kib oyoqlaringizga boshimni qo'yay. Davomini ayt. O'zim top.
Önlerine kesin babacan. Hadi hadi. Kime kolat da o'zi. Qol bo'lmasa, bitta chiroyli qilib raqsga tushamiz, ha? Ketdik tashqari. Olmayın ha.
Bahor ko'rkamligi subhidam tonga, beg'ubor qalbingiz hamrohi bo'lsin. Quvonchlar tilayman yangidan yangi, dilingiz shodlikka orzuga to'lsin. Azizlarimiz, bizni kuzatuvchi aziz muxlislarimiz, mana bugun biz Urgut tumani Beshkappa qishlog'ida mehmonda bo'lib, aziz otaxonimiz, padar buzurgvorimizni qutlug' 55 yoshli yubiley oqshomlari bilan tabriklab, farzandlari nomidan xursand qilib chiqdik. Albatta, biz bilan qoling, Shahnon bilan. Doim meni yonimdasan, ey ona mehring bilan. Doim meni yonimdasan, üf desem parvonadek aylanir boshimdasan. Görmesem ko'nglim yarışmaz, dilimning quvvati. Görmesem ko'nglim yarışmaz, dilimning quvvati. Eshganim botmas ichimga, bo'lmasang yonimdasan. Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan. Otamdan yodgorim, gavhari konim onam. Ham otamdan yodgorim, gavhari konim onam. Tobudamga tarbiyat qilgan nigahmorim onam. Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan.
ey ona sen yaxshi hamdam, sen bilimli quvvati. Baxtıma bulğul aman, hatta kimin yaşımdasan. Ey ona sen yaxshi hamdam, sen bilimli quvvati.